Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun 27-mart, payshanba kuni. Men va nihoyat Nyu-Yorkka yetib keldim. 2 kun oldin kelganim, 2 kundan beri dam oldim. Bundan oldingi videoni joyladim, montaj qilib. Hozir sizlar bilan kechga sayr qilamiz. Bruklin bo'ylab desak ham bo'ladi, Manhattan bo'ylab desak ham bo'ladi. Bruklindan asta Manhattanga qarab yuramiz. Hozir biz mahallada, o'zbekcha qilib aytganda, 4 yilda, oxirgi 4 yildan beri shu yerda turaman men. Mahalla tinch, o'zbeklar juda ko'p. Hamma narsaga qulay. Do'konlarga ham qulay, o'zbekcha ovqatlarga ham qulay. Bu yerda oshxonalar juda ko'p, o'zbekcha oshxonalar. Rayonimiz yaxshi, parkingi ham uncha muammo emas. Bu yerda pajarniy, bu yerda masjid bor. Bizning uydan 100 metr bu yoqda masjid. O'ng tomonda ayollar, chap tomonda erkaklar masjidi. Bu yerda metro, F-tren yuradi. Ko'ryapsizlar. Do'stlar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videoda bir mahallani ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda juda ko'p o'zbeklar. O'zing guvoh bo'lasizlar. Agar qiziq bo'lsa, kommentarda yozib qoldiringlar. Nimalar qiziq sizlarga, shularni ko'rsatishga harakat qilaman. Pulni telefondan to'laymiz. 290 sent, $2.90. Havo sal salqinroq, oftob bo'lgani bilan kechqurunga sovuq bo'ladi. O'shanga kurtka kiyib oldim. O'z kurtkada ham issiq emas. Ancha sovuq. Bizda tren ham keldi. The next stop is Fifth Avenue. Nyu-Yorkda metrolari ko'rganlaringda mana hamma joy toza emas, boshqa davlatlarga o'xshab. Eng eski metrolardan biri ham Nyu-Yorkda metrosi. 2024-yil bu metroga 120 yil bo'lgan ekan. Ba'zi stationlar vobshe musor bo'lib yotadi, kalamushlar yugurib yuradi. Bomijlar. Mana bu yerda avtomobilni qo'rovulmi turibdi. Bu yerdan bepulga odamlar kirmasligi uchun. Agar bu odam bo'lmasa, bir kishi eshikni ichkaridan ochib beradi. Hamma talpa kiradi bepulga. Bugun payshanba bo'lgani uchun hali odam uncha ko'p emas. Boshqa kunlar, juma, shanba, yakshanba kunlar juda turistlar ko'p bo'ladi. Bu yerda suratga tushish ham bo'lmaydi. Odam juda ko'p xalaqit beradi. Men o'zimcha bu yerda mesliman. Nima deydi? Nyu-Yorker deydi-ku, Nyu-Yorklik. Hamma TikTokerlar ham shu yerda ekan.
Bu most bo'lsa, sizlar bilgan o'sha mashhur Brooklyn Bridge. Do'stlar, Nyu-Yorkda yashaganlar biladi. Yoki shu yerga kelganlar biladi. Nyu-Yorkda juda ham hojatxona problema, boshqa shtatlarga qaraganda. Men sizlarga hozir bir joyni ko'rsataman. Hojatxona shu yerda bepul. To soat 11 gacha ishlaydi. Ichkariga kiramiz. Bu yerda axir restoranlar bor ichkarida. Juda ham shinam joy. Mana bu yerda hojatxona. To'g'riga borsalar, ayollar ham, erkaklar ham hojatxonasi. Mana bu rasmni qaranglar do'stlar. Odamning soyasiga qarab o'zgaradi. Marixuanani Nyu-Yorkda qonuniy qilishgandan keyin hamma joyda sasita yuborishdi bular. Qayerda bo'lsa chekishadi. Hozir men shu yurgan joyim toza havoda ishlayim mumkin, lekin kimdir ham qaysi burchakda chekyaptiki, shunday hidi urib yotibdi hamma joyga. Yo odam ham o'rganib qolar ekan bu hidga. Bu odamlar quyosh botishini kutyapti. Bu yerdan juda chiroyli ko'rinadi. Do'stlar, bizda iftor vaqti ham yaqinlashib qoldi. 7:20 da, biz 7:02 bo'ldi. 18 minut qoldi. Bu yerda narida arablarda halol ovqat sotilyapti. Hozir o'shandan biron nima olib ko'ramiz. Shu yerda iftor qilamiz. Bu akaning ham savdosi yo'q shekilli tashqarida. Zerikib turibdi. Hozir tovuq bilan guruch oldim. $12 ekan bu yerda. So'm olamiz. Ovqatning ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Salat yoniga karam, pomidor, tovuq, guruch yoqimli ishda hammaga. Odamlar ham tarqaldi. Endi jimjitlik, endi sayr qilsa bo'ladi.
Umr o'tyapti, umr o'tyapti. Ba'zan boy berilib bebaho onlar, bekor o'tgan damga ko'ngil ezilar. Qanaqada umr o'tmoqda degan. Nega eskilar biladi. Essiz bolalikni qoldirib ortda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Qoldirmay iz bu hayotda umr o'tmoqdadir, umr o'tmoqda. Qarang. Keksalik mo'ralab eshik qoqmoqda, bolalik qaytadan qaytarilmoqda, bizdan erta kunga nelar qolmoqda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Chiroyli kadr olaman deb kameramda ekranni sindirib qo'ydim. Straxovkasi bor yaxshi. Ertaga borib tuzatishga urinib ko'raman. Yo alishtirib berishadi, yo yangisini berishadi. Ko'ramiz ertaga. Hozir karablga o'tiramiz. Mana bu yerdan biletini olamiz hozir. $4 ekan. Thanks. Thank you. Wall Street. Wall Street, right? Where? Wall Street, very next stop. Do'stlar, hozir kameraning ekrani singandan keyin video olganlarim hammasi slow motion bo'lgan ekan, slow motion zapis bo'lgan ekan. Shuncha material havoga uçdi. Bilmadim. Juda qiziq joylar hammasi ketdi. Uni bilmadim, vastanavit qilib bo'ladimi, qilib bo'lmaydimi, hammasi slow motion bo'lgan. Hozir jo'ramda oldi kelgandim. Times Square'da fotograflik qiladi hozir. Bu yerda gyro egani keldik yana. O'chiratni ko'ryapsizlarmi? Bu New Yorkdagi eng yaxshi gyrolardan biri. Eng yaxshi desa ham bo'ladi. Shuncha o'chirati bor. 6-Avenue 49-Streetda. Odamlar soatlab o'chiratga turadi. Hi, how are you?
Hillsdale Avenue bound next local train. Do'stlar, men uyga ham yetib keldim. Videoni bilmadim qanchalik bo'ladi, chunki ko'p materiallar slow motion bo'lib zapis bo'lgan. Shunga boricha qilib montaj qilaman. Keyingi videolarda sizlarga nimalar qiziq bo'lishini kommentariyada yozib qoldirsalaring. Shunga qarab video olaman. Keyingi videolarda nima mavzular yoqadi, sizlarga nima qiziqtiradi. Videoni oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.